Assalomu alaykum brifing qatnashchilar. Bugungi mavzumiz Adliya QR-kod axborot tizimi davlat xizmatlari raqamli islohotlar. O'zbekiston Respublikasi davlat xizmatlarini soddalashtirish va fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning muhim qismi Adliya QR axborot tizimining joriy etilishidir. Bu tizim davlat xizmatlarini yanada shaffof, tezkor va qulay qilishga xizmat qilmoqda. Adliya QR tizimi asosan quyidagi maqsadlarda ko'zlaydi: davlat xizmatlarini raqamlashtirish, fuqarolarni va tadbirkorlar uchun davlat xizmatlarini onlayn tarzda taqdim etish, axborot almashuvi, davlat organlari o'rtasida tezkor va xavfsiz axborot almashuvi tizimini yaratish, shaffoflikni ta'minlash, davlat xizmatlari jarayonlarini ochiq va shaffof qilish, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish, fuqarolarga o'z huquqlari va majburiyatlari haqida to'liq va aniq ma'lumot taqdim etish. Adliya QR tizimi quyidagi funksiyalarni bajaradi: elektron ariza topshirish, fuqarolar va tadbirkorlar davlat xizmatlarini elektron tarzda ariza yuborishlari mumkin. Hujjatlarni onlayn kuzatish, arizalar holatini va hujjatlarni tayyorlik darajasini onlayn tarzda kuzatish imkoniyati. Axborot bazalarini bajarish integratsiyasi, tizim boshqa davlat axborot tizimlari bilan integratsiyadan bo'lib, bu xizmatlarni tez va samarali ko'rsatishga imkon beradi. Huquqiy maslahatlar, fuqarolarga o'z huquqlari va majburiyatlari haqida huquqiy maslahatlar taqdim etish. Adliya QR tizimi orqali quyidagi xizmatlardan foydalanish mumkin. Tadbirkorlar o'z faoliyatlariga zarur litsenziyalarni onlayn tarzda olishlari mumkin. Notarial xizmat, notarial tasdiqlash xizmatlarini elektron tarzda olish imkoniyati. FHDYO xizmatlari, nikohni ro'yxatdan olish, tug'ilganlik qayd etish kabi FHDYO xizmatlarini onlayn tarzda amalga oshirish. Intellektual mulk huquqlari, patent va boshqa intellektual mulk huquqlarini ro'yxatga olish va boshqarish. Adliya QR tizimi quyidagi afzalliklarga ega: tezkorlik, xizmatlar va tez samarali tarzda taqdim etiladi. Qulaylik, fuqarolar va tadbirkorlar xizmatlardan istalgan vaqtda va joyda foydalanishlari mumkin. Shaffoflik, xizmatlar jarayoni ochiq va shaffof bo'lib, fuqarolarning ishonchini oshiradi. Xavfsizlik, axborot xavfsizlik tarzda saqlanadi va uzatiladi. Adliya QR axborot tizimi O'zbekiston Respublikasi davlat xizmatlarini raqamlashtirish va fuqarolarga qulaylik yaratish borasida muhim qadamdir. Ushbu tizimning joriy etilishi davlat xizmatlarining sifatini oshirishga, byurokratik kamaytirishga va fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.